Mana 3 ta narsani qilmasangiz, tanirda hech qachon samsangiz yaxshi chiqmaydi. Mendan ko'pchilik so'raydi. O'tib ketay kompaniya samsa oladi. Men uyga tanirga samsa pishirdim, nimaga yaxshi chiqmadi? Men 4 kilo, 5 kilo go'shtni, unni kuni bo'yi urinib pishirishga harakat qildim-ku, lekin samsam yaxshi chiqmadi. Siz shuncha masala, undan ko'ra shaydan sotib olib ketaman degan gapni aytadi-da. Eng asosiy faktorlardan bittasi unni yaxshisini talab qilish kerak. Birinchisi bu. Unni har qanaqa unni ishlatib bo'lmaydi. Eng asosiysi bittasi shu. Ikkinchisi bu ham eng asosiylar, hammasi eng asosiysi baribir. Ikkinchisi un xamirni qanchalik qattiq qo'rib bilish. Mana hozir xamirni ko'rsataman. Xamir. Bor kuchim bilan bosaman. 70 kilo vesim bo'lsa, 70 kilo ves bilan bosdim. Mana xamir shu turishga keldi. Agar xamiringiz muloyim bo'lsa, qo'lingiz ana bu tak degan ishga turadi, teshadi xamirning daji. Shuning uchun xamirni muloyim olib bo'lmaydi. Ikkinchisi bu tanir bilan bog'liq. Tanirni ko'p pasam, baland ham olib bo'lmaydi. Ana shu 3 ta faktor. Yana aytgancha yana bitta savol. Nimaga tandirga yopilgan samsa bilan duxovkada pishirilgan samsa yer bilan osmoncha farq qiladi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qani, kim to'g'ri javob berar ekan?